O'lata, Vangliga tenglash olmaydi. Zaif. Nima qilyapsan bo'tdi? Vangligini changida qolib ketasan. Ha, o'lib ket. Xayr, zaif. Landover oversad. Sangru. Men seni qutqaraman. Demak, yashil qurbaqa meni pechimni yutib yubordimi? Va sen uni olding. Sen uni og'zidan buni olding, to'g'rimi? Va buni yaxshilab yuvayotganding. Shunaqa bo'ldimi? Nima katta xolangni aldayapsanmi? Ishonmasang pechingni o'zidan so'ra. Hali pechimni ustidan haqorat qildingmi? Sen o'lasan, Vangli. Xudoyim, nimalar qilib qo'ydim? Nimalar qilib qo'ydim? Xudoga shukr, jiddiy emas. Bunchalik kuchli zahar emas. Buyuk tozalash san'ati yordam beradi. Bu haqda hech kimga ovoz ochma. Boshdan ko'tar. Men oyoqlaridan olaman. Tezroq bo'l. Men tayyorlagan zahar tashqaridan ochishga mo'ljallangan. Bu terida toshmalar paydo bo'lishini olib kelardi, ammo uni og'ziga kirib ketdi. Bu vaziyatni yanada yomonlashtirdi. Agar zaharni 4 soat ichida olib tashlamasa, uni hayoti xavf ostida qoladi. Men uddalay olaman. Men qila olaman. Vangli, agar menga anti-zaharni yordam bersang va buni sir saqlasang, mana pechimni olganing haqida seni ayblamayman. Mayli, bilganingni qil. Endi 3-darajali 1-kitob darsligini topishga harakat qil. Topdim. Endi menga ingredientlarni olib ber. Xitoy anjelikasi 30 gram, ignorolonlari 80 gram, tozalangan jo'xori 90 gram, skuteleriya barglari 90 gram, astragalus 30 gram, krizantema 30 gram, kestanchi 90 gram, kornus o'simligi 90 gram, pietula ildizi 30 gram. Tayyor bo'lishiga 4 soat bor. To'xtachi, o'qituvchi hozir qaytib keladilar-yu. Anti-zaharni 4 soat ichida olishimiz kerak. Lekin o'qituvchimiz va sinfdoshlarimiz 2 soatdan keyin qaytib keladi. Chanchoni qatga yashiramiz. O'qituvchi kelganda biz unga nima deymiz? Nima? Vangli, jim o'tirmasang-chi, nimadir qil iltimos. Mana pechimga tegma. Yaxshimisan? Bu qanaqa yorug'lik? Mana pechimga nima bo'ldi? Vangli, qara. Uni isitishi endigina boshlandi, lekin u to'qsariqqa kirib qopti. Bu 2 daqiqada bo'lmasdi, balki. Isitish jarayoni tezlashdi. Bunday qila olishingni bilmasdim. Bilaman. Meni ruhiy kuchim vaqt jadvallarini nazorat qilish. Yetarli ruhiy kuch bilan meni vaqt jadvalini tezlashtira olaman va hatto vaqt jadvalini teskari aylantira olaman. Bu degani, biz yashil qurbaqchaga yana 2 ta ruhiy kuch bersak, u tezlashtiruvchi nurlar hosil qila oladi va anti-zaharni tezroq tayyorlay olamiz. Endi meni kuchimni bilasizlar. Endi tezroq yeshoringlar.